Nodirbek To'raqov kanali. Zo'rmisiz aka, yaxshimisiz? Salom, charchamaysiz? Mayli aka. O'rtoqlar, assalomu alaykum. Xudo xohlasa 19-noyabr sanasi kuni mana biz Nodirbek To'raqov kanalida xudo xohlasa ishni boshlaymiz, ijodlarni boshlaymiz. Bizni kanalda hamma taniydi. Xudo xohlasa zo'r-zo'r syomkalar qilamiz. Ot bozoriga kirib keldik, o'rtoqlar. Layklarni, kommentar fikrlaringizni bildirasizlar. Yozib tashlang qani. Xo'sh, xudo xohlasa biz zo'r-zo'r syomkalar qilamiz degan umiddamiz. Sizlar bir dona layk bosib, qo'llab-quvvatlasangiz, video zo'r chiqadi. Efirda Nodirbek To'raqov kanali. Xudo xohlasa otlarga baho berasizlar. Zo'r-zo'r otlar bor. Videoda kamchilik, xato bo'lsa sizlardan uzr so'rab qolamiz. Sizlar chiroyli chamandozliklarni tushiramiz, xudo xohlasa. Xudo xohlasa otlarni. Nodirbek To'raqov kanali. Nodirbekmi? YouTube'da nima yozilgan? Nodirbek yozilgan. Nodirbek To'raqov, xudo xohlasa men chamondoz yigitni ko'rsataman hozir. Nima yozilibmi yo? Yo, syomka bo'ladi prosta. Nodirbek To'raqov yozing chiqib keladi. Lotincha ham, kircha ham chiqadi. Mana. Bu sizdanmi akam? Assalomu alaykum. Zo'rmisiz, yaxshimisiz? Mana chamondoz yigitni ham shu o'tiribsiz, xudo xohlasa. Bu necha pul baho qo'yapsiz, xudo xohlasa? 30 million baho qo'yapsiz. Oppoqqina mana poychalari ham oppoq, bo'ylari uzungina. Bozor hali so'ramadi endigina. Endi xudo xohlasa so'ramadi, endi kirib keldik bozorga. Yoshi necha yoshlar akam bu? 9 yosh. 9 ga kirgan. 30 million baho qo'ydi. 9 yoshlar o'rtoqlar, mana chiroyli to'ychi. 30 million baho qo'yapti akamiz. Endi xudo xohlasa narxlarni so'rab, surishtirib ko'ramiz. Mayli aka, sog' bo'ling. Bizlar so'rab borib, zo'r-zo'r chiroyli otlarni chiroyli qani, egalar ruxsat bergandan mandanda chiroyli-chiroylikni kelaverasizlar. Bu tarafda xo'sh, yosh to'ychalar optimlar bor, ularni ham ko'rsatamiz. Otlarning zo'rini ko'rsatamiz. O'zingiz ko'rib baho berasizlar. Orqalariga xo'sh, otlardan xushyor bilamiz, o'rtoqlar, nimaga tip yuborish ham mumkin-da. Mana chamondozga kirib kelyapti. Voy, he. Bu otni qancha baholayapsizlar? Assalomu alaykum. 45 million. 45 million. Mana shu so'rayapmiz-da. Zo'ragandan keyin. Buni 45 million baho qo'yapsiz. Ikkalasi 45 dan. Mana o'rtoqlar 45 da o zo'ragandan keyin, o gigant. 45 milliondan. Orqalar zo'ragandan keyin. 45 dan deyman. Qayraki bura? Qarshiniki. Mo'jizalar ham zo'r ekan, o'rtoqlar. Bo'g'oz ekanda. Bular baraka bo'ldimi? Mana o'rtoqlar otlarga mana otlar zo'r kirib keldi, otlar. Mana. O'rtoqlar bozorda avjida. Buni yoshini necha yoshlar qo'yamiz ekan buni? 5 yosh. 5 yosh. Narigisi-chi? Buni 8 yosh. Baytal bo'g'oz deng. Buni qisir bu bo'g'oz. Ha, bu bo'g'oz, ha? Bu necha oylik bo'g'oz bunga qo'ysa? Mayga qo'shganda. Mayga qo'shganding buni. O'rtoqlar, otga baho berasizlar. Endi kirib keldingiz, hali bozor so'ramadi. Hali bozor so'ramadi. Hozir kirib keldingiz, mana o'rtoqlar zo'r ikkita. Baytal kirib keldi, lekin bu ham zo'r ekan. Buni zotini nima deb qo'yamiz aka buni? O'rtoqlar. Ana zo'r ekan o'rtoq.
taraf etti. Hiç bir yürek göre. Sıkıntı. O'rtoqlar otga baho berasizlar, mana baytal ekan, qisir ekan bu, nega zo'r ekan bu. Bozorda nomer 1 turibdi. Orqa poychilariga baho berasizlar, iriklariga baho berasizlar. Bundan zot olsa bo'ladi endi, xudo. Bunganimiz yo'q aka. Hadi kam bor. Hep 7 ham bor. Hayvan yaşı ne yaşı? Ben de kendime bakayım. O'rtoqlar biz sal ichkariroqqa kirib so'rab boraveramiz endi. Hali bu otlar savdosi chiqqan yo'q. Endi chiqadi. Bu to'ychani hech bilyapsizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Zo'rmisiz? 50 deyapmiz. 50 million boqyapsiz. Yoshi necha yoshlar buni? 10. 10 ga kirgan. Mana o'rtoqlar bozor qildim so'radimi bironisi? Necha? 38 million qilding. Mana o'rtoqlar menda bo'lgan chiroylikgina, yoshgina to'ycha 38 million qilibdilar. Ichkariroqqa kirib, so'rab ketaveramiz to'ychalarni. Bozorda ichkari qismiga borib so'raymiz, xudo xolisa. Otlar qatorga biz o'rtoqlar otlar. Bu to'ycha necha baho qo'yasiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? 20 million baho qo'yasiz. Bozor so'radimi yo'q bo'lmasa? Ha, savdo bo'lyapti. Necha savdo bo'lyapti bilmaysizmi? Necha so'rayapsiz aka bu? 12 million 500. Mana o'rtoqlar 12 million 500 chiroyli to'ycha. Necha yilga kirgan? Yosh necha yoshar ekanmi? 13 oylik bo'ldi. 13 oylikman, chiroyli. Yoshgina to'ycha, hali yoshi to'lmagan 13 oylik o'rtoqlar. Endi birga kirdi. 12 million 500 savdo bo'lib turibdi, mana akalarimiz savdo qilyapti. Mush otlarning orqa qismida biz tiyib yormasa, sekin o'tib so'rab boramiz. Bozorda avjida to'ychani hech bilyapsiz aka, assalomu alaykum. Ikkalasi 20 million boq qo'yapsiz. Bozorni ish qilagan bozor. 15 milliondan 30 ga bermas. Yoshi necha yoshlar bularni? 10 yoshar. 1 yoshar to'ychilar. 10 oy degan nechilda? Mana 1 yoshar to'ychilar o'rtoqlar. O'zingiz ko'rib baho berasizlar. Ranglari ham chiroylikgina ekan. Nodirbek Taroq kanali. O'rtoqlar, ot bozor avjida zo'r otlar chiqqan, ko'z qonat ko'rsa bularni. Zo'r ekan ekan. So'rab ketaveramiz. 11 bilet. Hamda ko'rsa o'tamiz. Bu sizdanmi aka? Nech bilyapsiz buni? 18 million boqar. Chiroylikgina qop-qora ekan o'zi ham. Bozorni ish qilagan buni. 13 millionga bermadi sana. O'rtoqlar mana otga baho berasizlar, chiroyli to'ycha. Necha oylik bu? Oy yoshi to'lgan bunday qo'ysa. Necha oylik? 1,5 yoshga kirgan ha? Bozor necha so'radi? 13 million 500 ga bermas. Mana o'rtoqlar mana 1,5 yoshar to'ycha 13 million 500 ga bermaydi. Chiroylikgina to'ycha o'rtoqlar. Ot bozoriga biz o'rtoqlar, otga qiziquvchilar birdan like bosasizlar. Syomka qilish sal qiyin bo'ladi, nimaga desalarsiz. Otlarni onam tepib yormasin deymizda. O'z bu tarafda. Ey palon bu. Dollar qanday? 30 bilyapsizmi? Dollar qanday? Assalomu alaykum. Yaxshimiz aka zo'rmi? Bu to'ycha savdo bo'ladimi? Ha, savdo. Necha savdo bo'layotgan ekan so'rasa? Ha, 10 million 500. 10,5 million beraman. Aka necha savdo qilasiz to'ychani? 10 million 500. Egasi 15 deyapti. Egasi 15 deyapti. 10 million 500 akamiz so'radi. Orqadan ko'rsatamiz. 10,5 million. Nima deydi uka? Kelishtirib so'rang dedi, 10 million so'radi, 10,5 million. O'rtoqlama chiroyli to'ycha 10 million 500 ga savdo bo'lyapti.
Shoda bo'lgan joylarni ko'rsatib o'tamiz. Ko'rsa otlarga baho berasizlar. Zo'r mana 10 million 500. Biza so'rab ketaveramiz. Hali yoshiga to'lmagan deyman aka. Hali yoshiga to'lmagan toycha o'rtoqlar. Bozorda aylanib ko'rsatib ketaveramiz. Toychalarga baho berasizlar. Mana qip-qizil chiroyli. Assalomu alaykum. Aka yaxshimi? Zo'r. Toychalar ichib boqyapsiz bularni? 30 ekoni. 30 million boqyapsiz. Yoshi necha yoshar ekan bu? Aprelga to'ychalar. Aprel oyi to'ychalar. Hali bunday qolsa 9 oylik bo'libdi-da endi. Yoshi to'lgan yo'q ekan. Bozor necha qilagan buni? Bozor 10 so'rayapti. 10 so'rayapti, bermadsiz-a? Mana o'rtoqlar hali yoshiga to'lmagan to'ychalar 10 milliondan bozorga berilmay turibdi. Biz ot bozoriga bo'lsa chiroqchi, Qoraburuq bozorining ot bozoriga bo'lsa o'rtoqlar, otlar qiziquvchi juda ham ko'pchilik, so'rovchilar ham bor. Shuning uchun so'rab ketaveramiz. So'rab borib ichkariroqqa kirib boramiz. Buni bu tarafda ham otlar bor. Qiziquvchilar zo'r mana. Ajoyib. Aka assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, zo'rmisiz? Necha pul toychani? 22 deyapti, 22 million, 23 million. Yoshi necha yoshar ekanmi? 4 ga kirganda 4 yoshar toycha mana o'rtoqlar. Bozorni ish qil ekan bu. Hali so'raganmi? Endi so'r. Necha so'ra? Ha. O'rtoqlar biz hozir bozor endi kirib keldik, savdo endi bo'lyapti, nimaga desalaringiz? Savdo endi bo'lyapti, ol tang sahar. Sizlar bilasizlar, biz Chiroqchi Qoraburuq bozorini ot bozori addensiyonga qilamiz. O'zingiz ko'rib baho berasizlar. 22 millionga baho qo'yishyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bu sizdanmi aka bu? Necha deyapsiz to'ychalar? Yaxshimisiz aka, zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Narxini aytib o'ting shunday. Qiziquvchilar bor-da, so'rab qoluvchilar bor. Yoshgina toychalar mayli aka. Bu yoqdan o'tamiz, tip yormasa bo'ldi. Toychalarga baho berasizlar. Assalomu alaykum. Bu toychani nech bilyapsizlar? 15 million baho qo'yapsiz. Tip yormasa bo'ldi. Yoshi necha yoshar buni? Bahorda 2 ga kiradi. Ha, bahorda 2 ga kiradi. Ana, oho. Bozorni ish qildi bozorga. 11 million 500 qildi, so'rab bermadi mana. Mana o'rtoqlar 11 million 500 ga berilmabdi. Chiroyli toycha. Akalar ruxsat bersa, bu yoqdan so'raymiz endi opt toychalar. Mana optim guruh toychalar chiroyli. Nodirbek To'raqov kanali. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, zo'rmisiz? Bular bahosini nech bilan deyapsizlar? Assalomu alaykum. 15 milliondan. Bo'ylar ham bir xil ekan, chiroyli ekan. Orqalariga baho berasizlar o'rtoqlar. 15 milliondan. Yoshi qanday bular? Yoshi necha yoshar akam? Aprel oyi bo'lsa, bunda 9 oyga qarab ketibdi. 9 oy mana chiroyli. Bozorni nech qil aka bular? Bir joyda 10 milliondan bermaz, ha? Mana o'rtoqlar 10 milliondan bir joyda berilmabdi. O Chiroqchi Qoraburuq bozorida kelaverasizlar, mana chiroyli ajoyib toychalar bor. O'zingiz ko'rib baho berasizlar. Biz просто syomka qilib ketamiz. Kelib oluvchilar bo'lsa, kelib savdo qilasizlar. Mana bozorda qatori mana shunday ketaveradi, aylanib. Hozir chamandozdan ham tushirib o'tamiz bu yerda. Bu yoqda ham otlar bor, hammasini ko'rsatib ichkariroqqa o'tib so'rab boraveramiz. Aylantiring. Nodirbek To'raqov kanali. Nodirbek To'raqov kanaliga. Buni so'radimmi yo'qmi? 8. Ha, 8 million so'rab bildim bahosi. Mana o'rtoqlar 8 million. Hali yoshiga to'lmagandir-ku bu toycha. Mayda tug'ilgan. Mayda tug'ilgan mana. Kechroq toycha mana o'rtoqlar 8 million bozor qildi mana chiroyli toychani. O'zaz ko'proq mana chamondoz yigit, malades. Aha. Bu toychani nech pul qo'yapsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, zo'rmisiz? 13 so'rayapti. 13 million so'rab bermay turibsiz, ha? Mana o'rtoqlar to'yga baho berasiz. O'zi minda bo'lgan ekan chorlikni. Mana yigitcha ham chamondoz yigitcha, malades. Xudo xolasa Nodirbek To'raqov kanali. Nodirbek To'raqov. Mana. Ana o'rtoqlar. Bozor so'radi 13. Bozor so'radi. Biz so'rab ketaveramiz. Mayli aka, barakasini bersin, biz ichkariroq o'tib tib yormasa bo'ldi ish qilib. Otlarning orqasiga yurish qiyin mana. Otlar qatorga.
Samandozani ham tushiramiz, xudo xolasa. Sharq o'taylik qani. O'rtoqlar mana bozor avjida. Shuncha. Birga 10,5 million. Ishlatmaydi nega? Nima deysiz? Ayting, nechi pul olsa oladi? Otlarni orqasiga sal yurish, sal qiyroq, o'rtoqlar o'zingiz bilasizlar. Qo'llangan syomka qilamiz, kommentar qilasiz, layklar bosasizlar. Chamondozlarga baho berasizlar. Zo'r chamondoz chiqqan. Zo'r otlar chiqqan. Xohlaganingiz turib kelib olaverasiz. Chiroq chiqaraverib bozorga bizda. Tiyib bormasa bo'ldi. Chiqdimi? Buni ichiga savdo bo'ldi akalar, bular. Assalomu alaykum. Faqat pishirib sotmaymiz. Ya hamma otga baho berasizlar. Hali endi savdo bo'lyapti deyman. Ha? Endi sotiladi. Savdo qiladi ekan. nimalarga asab etib oyoq cho'liq ekan, oyoq qilib ketdi, nima degan bunlar? Necha savdo bo'lgan ekan buni? Ha, 18 million. 18 million so'rayapti aka. Assalomu alaykum. Mana o'rtoqlar chiroyli. Qo'ychi 18 million so'rayapti mana akalar so'rayapti. 18 million. O'rtoqlar otga qiziquvchilar bo'lsa kelaverasizlar. Assalomu alaykum. Buni ish bilan qo'yapsiz akam? Assalomu alaykum. 30 million bo'lib qo'yapsiz. Yoshi necha yoshar ekan buni? 9 ga kirganding? Mana o'rtoqlar bozorni chiqildi, oppoqqina to'ychi. 25 millionga bermaydi, chiroylikgina. O'rtoqlar kelaverasizlar, ko'raverasizlar mana chiroylikgina otlarni. Otlar qatoriga hushyor bir yurmasangiz, pip yurish mumkin ishonch odam. Mayli aka, barakasini bersin, biza so'rab ketaveramiz, aylantirib. Ot bozoriga biz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Toychani ish bilib qo'yapsiz akam? Ishlayapsiz aka. 35 million. Bo'ylari ham balangina ekan. Bo'yin qisar ham yo'g'on ekan, o'rtoqlar mana. Zo'r ekan. Bozor nechi so'radi akam? Arzi bozor akam. Ha. Har xil so'rab turibdi, aka savdo chiqmayapti uni. Har xil so'rab turibdilar. Savdo chiqmaydi deyapti. O'rtoqlar mana ko'rib turibsizlar, chamondozlarga baho berasizlar, zo'r otlar kirib kelganniki. Haqiqatan ham. O'zingiz ko'rib baho berasizlar, otlarga baho berasizlar. Xo'sh, biz endi syomkamiz boshlaymiz, xudo xolasa. Shunda o'tib, sog'on sigirlarni bir sira obzor qilamiz, ko'rsatib o'tamiz sizlar uchun. Unda otlarni ko'rishdi. Videoni ko'rib prosta tushib ketmaysan, layklarni bosasizlar. Fikringizni qoldiringlar, videoni ko'plab quvvatlasalar, biz ko'proq syomka qilish harakat qilamiz. Biz u yoqdan sog'on sigirlar qatori boshlaymiz.